Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlarga birodar mana shu Baraka bozor Glavniy Kanikadan kelganda inshaalloh mayt mana Sultan Торговый center. Shu yerda mana bu taraf kirganida mana shu yerda inshaalloh tovuqning turlari inshaalloh halol go'shtlar ekan. Chunki bu narsani bilamiz. Faktlar bilan. Shu kelo orasidaman birodarlar. Unda tashqari guruchlar bor ekan birodarlar, mana inshaalloh guruch, makaron. Agar qarabga olsak. Akamiz mana o'zi shef shu yerda ekan inshaalloh. Aka tovuqlar bir sira aytib qo'ying ekan. Biz adal tovuqlar hammasi inshaalloh. Kelishamiz aka bular. Bular qaydik aka bular? Bular Bishkek, Bishkek, Qozog'iston aka. To'qa mana. Alato. 100% kafildigi bor ekan akalar inshaalloh. Qirg'iziston, buni Qozog'iston. Ha, mana buni bilasizlar akalar, ha? Buni nimaga dedi? Grill, tabakaga ketadi. 1 kilo 100, 1 kilo. Maşallah. Adal aka barda Ko'p odamlar farshga olyapti. Mashinani aytgan, filega ham ma'lumot beryapsiz. Filega. Ko'p odam o'sha farshga. Xitoydagi emas file akalar mana. Kim mersinlar? Bishkek. Bishkekniki ekan mana. Alato firma. Alato firma ekan akalar. Bishkekniki yo'q bo'lib qolganda Qozog'istonga keladi. Hatto hozir ular Bishkek o'z-o'zida turibdi. Toza bular. Kichirayib aytdi bushqandir. Namorat katta yapılar. Haberki Xitoydagilar halolg'o, biroq Ular qirilishga aka, bular ham nimaniki aka? bu golden, bu Qozog'iston. Ha, Qozog'istonniki mana akalar. Qozog'iston. Mana shu yerda barda tovuq turlari bor ekan akalar, adal ekan. Undan tashqari makaron va boshqa Mesdan aytib qo'ying, mesdan. besdan aytib qo'ydik inshaalloh. Shu kelo orasida akalar inshaalloh. Bishkek Qozog'iston, Rossiya. Bitta ko'rsatib kanal bor. Ha, buni bitta. Mana akalar mana shu do'kon ekan inshaalloh birodarlar. Shu yerga kelo orasida xotirjam. Mana bu tarafdan kirganda ham bo'ladi inshaalloh birodarlar.